Agar sizni umurtqangizda muammo bo'lib, quyidagi 3 ta holatga duch keladigan bo'lsangiz, biz sizga operatsiyani kechiktirgandan ko'ra vaqtliroq o'tkazishni tavsiya beramiz. Assalomu alaykum, men doktor Elbek. Kelinglar shu haqida gaplashamiz. Birinchi holat bo'yin sohasi miyopatiyasi. Bu tez-tez uchraydigan holat. Bo'yin sohasi miyopatiyasi orqa miyaning bo'yin sohasini umurtqa o'siqlari, demak disk churrasi, bo'g'imlar artrozi natija siqilishida yuzaga keladi. Bo'yin sohasi miyopatiyasida biz bilishimiz kerak, bosh miya bilan tananing boshqa qismlarini o'rtasida bog'lovchi bu orqa miyaning bo'yin sohasi. Agar u joy siqiladigan bo'lsa, tananing boshqa qismlariga ta'sir ko'rsatadi. Bunda qo'l oyoqlarda harakat va quvvatning pasayishi, sezgi buzilishlari, karaxtlik, uyushishlar yuzaga kelishi mumkin va hatto og'ir holatlarda seyish va ich kelishining buzilishi kuzatilishi mumkin. Bunda biz demak vaqtliroq operatsiya o'tkazishni tavsiya beramiz. Bunda nima bo'ladi? Demak, agar orqa miyaning bo'yin sohasi uzoq muddat siqiladigan bo'lsa, bunda ortga qaytmas jarayon yuzaga keladi va orqa miyaning hujayralarining asta-sekin o'lishi kuzatilishi mumkin. Vaqtliroq jarrohlik muolajasi miyopatiya rivojlanishini to'xtatishi mumkin. Qanaqa operatsiya bajariladi? Bunda oldingi qismdan disktomiya va spondiloides operatsiyasi bajarilishi mumkin. Bu bitta sohadan, ikkita, uchta va hatto to'rtta sohadan bajarilishi mumkin. Agar zarurat tug'iladigan bo'lsa, bo'yinning orqa sohasidan ham operatsiya muolajasi o'tkazilishi mumkin. Demak, biza miyopatiyada imkoni darajasida vaqtliroq operatsiya o'tkazishni tavsiya beramiz. Sababi jarrohlik muolajasi miyopatiya rivojlanishini to'xtatishi mumkin. Ikkinchi holat Cauda equina sindromi yoki Cauda sindromi. Bu holat bo'yin miyopatiyasiga nisbatan kamroq uchraydi. Biroq bu ham xavfli, xatarli holat hisoblanadi. Agar bel dumbazza sohasi umurtqalarida disk churrasi, bo'g'imlar artrozi natijasida nerv ildizi siqiladigan bo'lsa, bu oyoqda og'riq, uyushish, karaxtlikni keltirib chiqarishi mumkin. Agar shu sohada barcha nervlar siqiladigan bo'lsa, yuqoridagi omillar natijasida unda ikki taraflama oyoqlarda karaxtlik, sezgi buzilishi va seyish va ich kelish faoliyatlarining buzilishlari ham kuzatiladi. Bu holat shoshilinch operatsiya talab etiladi. Bunda agar vaziyatni kechiktiradigan bo'lsangiz, operatsiya foyda bermasligi mumkin. Demak, bu holatda tavsiya beramiz ertaroq operatsiya bajarishni. Uchinchi holat. Bu hech qanday dori vositalar bilan yo boshqa usullar bilan qoldirib bo'lmaydigan og'riqli sindrom. Bu holatda vaqtliroq bajariladigan operatsiya kechiktirilgan operatsiyadan ko'ra afzalroq deyiladi. Tushuntiraman. Demak, kuchli og'riq sindromi bemorni harakatlanishdan cheklaydi va hatto yotoq holatiga olib kelishi mumkin. Uzoq yotib qoladigan holatda bemorda osteoporoz va sarkopeniya degan holatlar, patologik holatlar yuzaga kelishi mumkin. Bu vaziyat yaxshi emas. Ikkinchisi, demak 50-60 yoshda o'tkaziladigan operatsiyaning natijalari albatta 70-80 yoshda o'tkaziladigan operatsiyaning natijasi bilan barobar bo'lishi mumkin emas. Va uchinchisi, uzoq muddatli og'riqlar organizmga ta'sir ko'rsatadi albatta va asab tizimiga ta'sir orqali organizmning boshqa sohalaridagi kasalliklarni qo'zg'ashi mumkin yo kasallik keltirib chiqarishi mumkin. Bundan tashqari uzoq muddatli og'riq qoldiruvchi vositalarni qabul qilishingiz bu buyrak, jigar va boshqa a'zo tizimlarga zararli ta'sir ko'rsatishi mumkin. Eng asosiysi, siz umringizni eng zavqli o'tkazishingiz mumkin bo'lgan davrlarni og'riqli azoblarda o'tkazishingiz ehtimoli bor. Shuning uchun biz tavsiya beramiz bu holatlarda imkoni boricha operatsiyani vaqtliroq o'tkazishni. Har qanday 3 ta holatda ham vaziyat shifokor bilan yuzma-yuz suhbatlashgandan keyin tashxis qo'yilib, demak davolash boshlanishi mumkin. Bu holatlarda o'zingizga tashxis qo'yishingiz noto'g'ri, chunki bu vaziyatlarda boshqa kasalliklar o'xshash simptomlar bilan kelishi mumkin va noto'g'ri tashxisga yoki noto'g'ri fikrga olib kelishi mumkin. Agar bizning videomiz sizga manfaatli bo'lgan bo'lsa, like bosib izohlar qoldiringizlar, savollarni yozingizlar. Keyingi videolarda uchrashguncha xayr, sog' bo'lingizlar.